Manzilimiz Buxoro shahar, Severni yangi hokimiyat, qarama-qarshisi 4 qavatli g'ishtli domning 4-qavatdan umumiy yashash maydon 63 metr kvadratdan tashkil topgan italyanskiy Ottocento uslubida ta'mirlangan 2 xonali xonadonimiz sotuvga chiqdi. Asosiy kiraverish qismidan kattagina koridor, proyekt bo'yicha sanuzul, kuxnya, yotoqxona hamda mehmonxona qismi. Kirishni mehmonxona qismidan boshlaymiz. Yo'l yoqasidan birinchi liniya. Hujjatlarimiz ikkilamchi kreditga ham to'g'ri keladi. Umumiy maydon 65 metr kvadrat. Maktab, bog'cha hamma narsa dostupni joyga joylashgan. Yangi hokimiyat qarama-qarshisida joylashgan. Yotoqxona qismimiz did bilan ta'mirlangan. Umumiy maydon 65 metr kvadrat, mягкий zona, kuxna, garnitur, gazli plita, вытяжка, двухконтурный котел, moyka barchasi mavjud. Hamda yuvinish xonasi. Yuvinish xonasi to'liq kafil qilingan. Batafsil ma'lumot kimga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.